Baloni qarsilldoq holatda tillarang qilib hamda shunaqa sousli holatda damlashicha uy sharoitida ko'rib chiqamiz. Balonlarni 1,5 kg atrofidagisini tanlash tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'ri, sal qiltanoq maydaroq bo'ladi-yu, lekin juda ham yog'siz, mazasi ham shirinroq bo'ladi. Baliq pishirish uchun pista yog'dan ko'ra paxta yog'ini afzal deb bilamiz, chunki paxta yog'ni zichligi yuqoriligi hisobiga balonlar rangi ham, mazasi ham o'zgacha bo'lib chiqadi. Baliqlarni videoda ko'rsatilgandek taqasimoq holatda kesib chiqamiz. Baliq bilan zo'r chiqishadigan shunaqa tomatli sok tayyorlab olamiz. Bunga ishlatilgan barcha mahsulotlarni video ostidan topishingiz mumkin. Baliqlarni qovurishdan 10-15 minut oldin yaxshilab tuzlab aralashtirib qo'yamiz. Baliq qovurishda eng ko'p yo'lga qo'yiladigan xatolar aynan shu joyda sodir bo'ladi. Ko'pchilik yog'ni kamroq solib qo'yadi yoki qizimasdan turib soladi yoki qizigan holatda bo'lsa ham solish bilan aylantirib qo'yishadi. Yog'ni ko'proq solib, baruni solgandan keyin 1-2 minut demasdan turib usti qotib keyin uni aylantirish tavsiya qilinadi. Agar xuddi shu usulda tayyorlansa, baloni ham dona-dona bo'lib, ustilari qarsildoq bo'lib, ichlari ham pishib zo'r bo'lib chiqadi. Baliqni taqa holatini bundan yirik yoki mayda qilib olmaslikni tavsiya qilinadi. Yirik bo'lsa ichi pishmay qolishi, juda yupqa bo'lsa ichi quruq bo'lib qolishi mumkin. Qarsildoq xohlamaydiganlar yoki mazasi ichigacha o'tishini xohlaganlar mana shunaqa tamatli sokka 10 minut dimlab qo'ysanglar, ichi ham mazali bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi. Eshitgan bilganlarimizni hamin qadar aytib o'tishga harakat qildik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.